Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. Hit Lunch navbatdagi soatga o'tib oldik. 11:03 13-iyun 2025-yil yurtimizda esa yoz faslida. Yo'lda harakatlanayotgan barcha haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Ishda ishlayotganlarga ham unumli kunlar, unumli ishlarni tilab qolamiz. Uy ishlar bilan band bo'lganlarga esa uyingiz fayz va barodatga to'lsin. Umarbek Sultonmurodov bilan birga Doktor FM loyihasi boshlandi. Shunday shifokorlar borki, o'rtoqlar, asabingizni biladi, bosh og'rig'ingizni yashiringan signallar sifatida ko'radi va miyangiz tilini tushunishadi va bunday insonlar nevropatolog deyishadi. Bugungi kunda aynan mana shunaqa insonlarga talab juda ham kuchayib bormoqda. Oliy toifali shifokor, salkam 15 yillik tajribaga ega bolalar va kattalar nevropatologi va neyrofiziologi Dilafruz Bakirova bugun bizni mehmonimiz hisoblanadilar. Assalomu alaykum Dilafruz opa, xush ko'rdik. Assalomu alaykum Marjon, yaxshimisiz? Rahmat, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hurmatli vaqtingizni ayamasdan Hit FM radiosining studiyasiga, Doktor FM loyihasiga kelganingizdan boshimiz ko'kka yetdi. Yana bir bora xush kelibsiz. Rahmat. Tinglovchilarimiz bilan ham so'rashib olish imkoniyatiga egasiz. Hozir jonli efirdamiz, hamma bizni tinglayapti. Shu qatorda barcha Hit FM ishtirokchilariga o'z salomimni yo'llayman. Rahmat kattakon. Bugun siz bilan mana shu nevrologik kasalliklar haqida, ularni kelib chiqishlari, bundan tashqari odamlarni qanaqadir qiynayotgan savollari bo'lsa, bemalol Telegram orqali ham yuborib qo'yishlari mumkin. Bugun mana shu mavzu haqida siz bilan birgalikda suhbatni amalga oshiramiz. Dilafruz opa, o'zi bugungi kunda sizni qabulingizga bemorlar asosan qanday shikoyatlar bilan murojaat qilishyapti? Qabulimizga keladigan aksariyat bemorlarimizni ko'proq bosh og'riqlari, uyqusizlik, tez charchash, holsizlik, kunni birinchi yarmiga borib holi qolmaslik holatlari ko'proq kuzatilmoqda. Ushbu holatlarni bartaraf qilish maqsadida ular bir qancha diagnostik tekshiruvlardan o'tishganida ko'proq miyada, bosh miyada qon aylanishini buzilish holatlari yuzaga kelgan bo'ladi va bu holat ko'pincha Covidni asoratlari sifatida rivojlanmoqda. Demak, Covidni asoratlari sifatida boshqa kasalliklar, nevrologik kasalliklar kelib chiqyapti. Avj olib bormoqda. Va hozirgi kunda eng katta yomon odatlarimizdan biri ham deb hisoblaymiz, bu hammamizniki, yoshi qari, ya'ni o'sha gadjetlardan tinimsiz foydalanish. Ya'ni hech qanday chegarasiz. Kimdir 2-3 kecha telefonda o'tiraman deydi. Mana shunaqaman. Kimdir ertalabgacha. Bu yaxshi holat emas. Nega desangiz, buni uyquni chuqur buzilishiga olib keladi. Bu normada melatonin gormoni bor. Organizmda o'zi uyquda sintezlanadi. Masalan, soat 10 dan yoki 22:00, hatto 23:00 dan keyin inson uxlashi kerak, uyquga ketishi kerak. O'sha vaqtda 23:00 dan to ertalabki tong sahar 3 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida melatonin gormoni ishlab chiqariladi. Melatonin gormoni bizani ko'proq kayfiyatimizga, aqliy faoliyatimizni yaxshi ishlashiga, kun davomidagi o'zimizni yaxshi his qilishimiz uchun yordam beradigan gormon hisoblanadi. Ushbu gormonni normadan pasayib ketishi yoki nomutanosib ishlab chiqarilishi organizm tomonidan bir qancha nojo'ya holatlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni qanaqa asab buzarliklar, kimlardadir voqma kasalliklari kelib chiqadi, yuragi o'ynab ketib, xuddi panikaga tushib ketish holatlari ham bo'ladi. Xuddi hozir o'lib qolaman deb his qiladi ba'zilar. Kechqurun yotishga qo'rqadigan hattoki bemorlarimiz bor. Shunaqa holatlarni juda ham ko'p murojaat qilishadi. Menda asosan shu aytib o'tganingizdek, faqat menda emas, balki boshqa tinglovchilarimizda ham shunaqa holat ro'y berayotgandir. 11 da uxlash kerak deyapsiz-ku. Lekin men 11 da uyqum kelmaydi. Uyqumni keltirishga harakat qilaman va uyqum kelmagandan keyin nima qilinadi? Telefon birozgina ko'riladi. Telefon ko'rgandan keyin uyquni keltirishga harakat qilinadi. Shu bilan aytib o'tganingizda soat 2-3 bo'lib ketib qoladi. Endi u telefonda bilasiz, hammani o'ziga jalb qiluvchi videolar yoki boshqa narsalar ko'rganingizdan keyin o'z-o'zidan xolismi yo'qmi, bor uyqu ham qochib ketadi. O'shaning uchun imkon darajasida inson kunduzi fizik nagruska yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni ishdan tashqari, misol uchun fitness zallarda ozgina shug'ullanish kerak. Charchatish kerak. Charchoq, fizik nagruska yaxshi miyaga charchoqni dam chiqarishga yaxshi yordam beradi. Tushunarli. Dilafruz opa, o'zi nevropatologga qachon borish kerak? Nevropatologga bilmay qolishadi qachon borish kerakligini. Bu savolni menga juda ham ko'p berishadi Instagram orqali ham, ya'ni qanaqa bu onalar ko'proq beradigan. Bolani shikoyati bo'lsa borish kerakmi yoki
o'zi shundoq ham borish kerakmi, shikoyat bo'lmasa ham deb savol berishadi. O'zi nevropatolog ko'rigi albatta 1 oyga to'lgan chaqaloqlarda medko'rik, ya'ni medosmotrlar deymiz. Tibbiy ko'rik 1 oyda hamma tor mutaxassislardan o'tish kerak bo'lgan holatlarda uchrashish kerak. Bular ota-onalar albatta tashrif buyurish kerak. Bundan tashqari, agar bolada shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, endi qanaqa yoshiga ko'ra o'zgarishlar. Qaysi yoshda borishiga bog'liq. Qaysi yoshda, misol uchun, onada shikoyat paydo bo'lishi. Misol uchun, yaxshi gapirmayotgan bolalar o'z vaqtida gapirmayapti. Qachon masalan murojaat qilish kerak nevropatologga, bolam gapirmaganda degan savolga men shunaqa javob bergan bo'lardim. 3 yoshni yoki 5 yoshni kutish kerak emas. Yoki tog'asi 5 yoshda gapirgan bo'lsa, bu ham shu yoshda gapiradi yoki adasi 4 yoshda gapirgan bo'lsa, bolasi ham 4 yoshda gapiradi degan fikr bo'lish kerak emas. Bu eski bir illatlardan biri desak ham bo'ladi. Bu narsani masalan 2 yoshgacha bola normal gapirmadimi? Hatto bu 4 ta 5 ta so'zni yoki 10 tagacha bo'lgan so'zni o'zi 1 yoshli bola chala bo'lsa ham gapirish kerak. Ozgina bo'lsa ham. Ozgina bo'lsa ham gapirish kerak. Tushunarsiz bo'lsa ham gapirish kerak. Tushunarsiz bo'lsa ham gapirish kerak. Hech bo'lmaganda ismiga reaksiya bildirish kerak. Insonlar bilan kommunikatsiyaga birikishi, misol uchun o'rtoqlari bilan, tengqurlari bilan o'ynayaptimi yoki o'zi bilan o'zi odam ovi bo'lib qolganmi? Mana shunaqa holatlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Mana shunaqa holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim videolarni. Ya'ni bolalar kechiktirib chiqayotganini ham sababi mana shu ekranlar. Ya'ni YouTube'da ko'pgina multfilmlar ovozsiz, multfilm personajlari hech qanaqa so'z aytishmaydi. Bizni bolaligimizda multfilmlar so'zli bo'lgan, sekin gapirilgan multfilmlarda. Bundan tashqari hozirgi multfilmlarda faqat o'sha qanaqadir imo ishoralar bilan so'zsiz tushuntirishlar, qanaqadir holatlarni bu ham qaysidir ma'noda sabab bo'lyaptimi? Albatta, buni gadjetlar bilan ko'proq bog'liq bo'lgan sifrovoy autizm deymiz. O'zi autizm bor va sifrovoy autizm. Raqamli autizm. Raqamli autizm. Bu nimaga? Bola jim o'tirsin deb ota-onalar telefon berib qo'yishadi. Jim o'tirsin deydi-da, YouTube'ni qo'yib qo'yishadi. Bola o'zi bilan o'zi hech qanaqa kontaktga kirmasdan telefon orqali uje miyani zagruzka qilib bo'ladi. Bunaqa holatlarda ko'p bolalar, misol uchun, savol berganingizda hech qanaqa bir tashqi dunyodan uzilgan odamdek savolga to'g'ri javob bermaydi. Oddiy holatlarda, misol uchun, kuchuklarni qanaqa ovoz chiqarishi yoki bo'lmasam uy hayvonlari qanaqa bo'lishi yoki ularni qaysi holatlarda uyda boqiladi yoki bo'lmasam bu yovvoyi hayvonlar oddiy narsaga savolga javob berisha olmaydi. Chunki ong faqat o'sha gadjetlarga biriktirilib qolgan. Buni yechimi qanaqadir, Afroza opa? Yechimi ko'proq onalarimizga, ota-onalarimizga taklif qilgan bo'lardim, imkon darajasida telefondan uzoqlashtirish. Umuman kerak emas. Bu telefon qachonki kerak bo'ladi? Inson aqlini tanib, maktabda qanaqadir narsalarni qidirish uchun, misol uchun, yoki bo'lmasam uy vazifalarini bajarishdan nimalardandir foydalanish maqsadida foydalanish kerak. Lekin shunchaki prosta gadjetdan foydalanib jim o'tirsin degan narsa kar-soqov qilib qo'yish bilan baravar bo'ladi. Bolani o'ziga zarar keltirib qo'yadi. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, agar sizda ham nevrologik qanaqadir savollar bo'lsa, 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi yangi radio so'zlarini yozgan holatda Telegram chatimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Birozdan so'ng yana biz davom etamiz. Jonli efir Hit FM radiosi FM 98.ni Hit Lunch dasturi davom etmoqda va Doktor FM dasturi Hit Lunchda o'rin egallagan bugungi mehmonimiz oliy toifali shifokor, bolalar va kattalar nevropatologi va neyrofiziologi Dilafruz Bakirova hisoblanadilar. Yana bir bora xush ko'rdik va Dilafruz opa bugungi kunda biroz avval ta'kidlab o'tilganidek, kech uxlash, doimiy uyquga to'ymaslik holatlari juda ham ko'p kuzatilmoqda. Men endi o'zimcha fikr qilaman, bu balki kislorod yetishmasligidandir, ko'p uyquga to'ymaslik deb o'ylayman. Mana shunaqa kech uxlash yoki doimiy uyquga to'ymaslikning oqibatlari haqida to'xtalib o'tsak. Vaqtida uxlamaslik yoki bo'lmasam kech uxlashlik natijasida kelib chiqadigan asosiy holatlar yuqorida ta'kidlab o'tdik. O'sha asabiylashish kun bo'yi yoki bo'lmasam vaqtida uxlamagandan keyin odamlarni o'sha vahma kasalliklarini kelib chiqishi,
uyqusizlik juda ham bir qo'rqinchli holat. Misol uchun o'ylaydi odamlar uxlamasa nima bo'ladi? Xo'p, uxlamasa qanaqa uxlash vaqti kelganda uxla olmasamchi degan bir vahma bilan yashaydigan odamlar bor. Mana yaqinda bittasi keldi. Uxlolmayman. Mana shu uxlagan paytimda yonimdagi sherigimga aytaman, birpasdan qarab turgin, men uxlab olay. Xuddi uxlasam hozir bir nima bo'ladigandek, lekin uxla olmasligimni bilib, o'sha dorilarni misol uchun bitta tabletka ichish o'rniga 10 talab ichib tashlaydigan yoki bitta dorini o'rniga 10 xil dori ichib tashlab, o'sha uyquni keltirish maqsadida soxta holatda, sun'iy holatda uyqu chaqirish holatlari. Lekin bu uyqu dorilar bu hech qanaqa foyda keltirmaydi. Aksincha zarar. Aksincha zarar. Aksincha zarar. Bu odamni hattoki depressiya holatlarigacha keltirib chiqarishi mumkin. Uyqusizlik juda ham bir yomon narsa. O'shaning uchun uyqusizlik ko'p narsa asosida yotadi. Buni ko'pchilik tushunmaydi. Hozir ayniqsa yoshlar, o'sha imенно gadjetga berilgan yoshlar. Uyqusizlik keyin borib miya faoliyatini susaytirishi. Eng grubiy holatlari, ya'ni aytadigan bo'lsak, misol uchun psixik o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni xulq atvorda buzilishlar, o'zi bilmagan holatda asabiylashib, hattoki psixiatr nazoratida turib qoladigan holatlar ham bo'lgan. Ushbu holatni bartaraf qilish maqsadida albatta uyquni normaga tushirish hamma tomondan yaxshiroq deb o'ylayman. Tushunarli. Va o'sha tunda uxlayotganda yoki ertalab uyg'onganda oyoq qo'llar uvishib qoladi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu holat ko'pincha yosh katta odamlarimizda, ya'ni qariyalarimizda ko'proq qon quyuqligini hisobiga kelib chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha yotgan holatda ba'zi bir yondosh kasalliklar bo'lishi mumkin. Misol uchun uxlagandan noto'g'ri yotib qolish yoki osteoxondroz hisobiga qo'l oyoqda uvishlar paydo bo'lishi mumkin. Asosiy muammosi bu yerda qaysidir kasallik asosida kelib chiqadi. Hech qachon o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Yoki uyquda, masalan, boshqacha qilib savol beradigan bo'lsak, uyquda oyoq qo'li tortishib qoladiganlar bor. Bunda aynan kalsiy yoki magniy mikroelementning yetishmasligi hisobiga bo'ladi. Ko'proq masalan oyog'im tortishyapti deydi homiladorlar yoki yosh kattalar. Mana shu holatlarda magniy yetishmovchilik hisobiga ko'proq yuzaga keladi narsa. Misol uchun xon taxtada ham o'tirilganda oyoqlar uvishib qolishadi-ku. Bu ham bir o'sha kasallikning alomatimi? Bu ma'lum bir muddatda qon tomirini bosib o'tirish hisobiga yuzaga kelib, keyin yana o'sha narsa joyiga keladigan holat. Unaqa qo'rqinchli holat bo'lsa kerak. Hurmatli do'stlar, agar sizda ham savollar bo'lsa, Telegram orqali yozishingiz mumkin va men hozir 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisiga yangi radio so'zlarini kiritgan holatda topasiz va men esa hozir tinglovchimizdan kelgan savolni o'qib eshittirmoqchiman. 0104 raqamiga. Assalomu alaykum. Hozir bolalarga giperaktiv tashxisi ko'p qo'yilyapti. Sababi nimada? Mani bolamga ham shu tashxis qo'yildi. Qaynonam o'zi bola sho'x deya kerakli lecheniyalarni oldirmadilar. Hozir u 14 yoshda. Bittasi hozir davolatmasang kelajagiga ta'sir qiladi deya aytdi. Shunday vaziyatda nima qilsam bo'ladi? Yaxshi savol berishgan. Juda ham hozirgi kunda giperaktiv sindromi deyiladi, ya'ni sindrom defitsit внимания с giperaktivностью deydi, ya'ni diqqatni pasayishi va giperaktiv sindrom deyiladi. Bu ko'proq nimaga kelib chiqadi? Bu ko'proq o'sha bolani homiladorlik davrida ona qornida yaxshi o'tmaganligi hisobiga miyada kislorod yetishmovchiligi bilan tug'iladi yoki ba'zi bir bolalar qiynalib tug'ilishi mumkin, o'qga o'ralib tug'ilgan bolalar bor. Mana shu holatlarda ko'proq bu narsa miyadagi o'zgarishlar, o'tkir to'lqinlar, epiaktivnost deymiz bizani tilimizda, neyrofiziologlarning tilida. Mana shu narsalarni bartaraf qilmaydi. Bu bolalarning asosida giperaktiv bolalar o'zidan o'zi giperaktiv bo'lib tug'ilmagan. Bular hammasi yig'laganda kechasi, yig'laganda qotib qoladigan. Misol uchun kechqurun yig'lab baqirib uyg'onib turgan yoshligida yoki burunlab atrofi ko'karib yurgan. Bular e'tibor berishmagan. Mana endi tili ham kech chiqqan bo'lishi mumkin bunaqa bolalarni. Bir joyda o'tira olmaydigan bolalar ertaga maktabda o'zlashtirish past bo'ladi. Misol uchun 45 daqiqalik fanlarni o'tishda ba'zi bir bolalarimiz bor 15 daqiqa ham o'tira olmaydi, o'qituvchini bu yoqda asabiga tegadi. Keyin o'qituvchi aytadi, bolangni borib nevropatologga ko'rsat yoki lecheniya qildir deydi. Mana shunaqa holatlarda bizga juda ham ko'p kanikul paytida bolajonlarimiz kelishadi, imенно lecheniya olish uchun. Ya'ni diqqatni pastligi. Diqqatni pastligi bu ko'proq giperaktivnost hisobiga bo'ladi. Va giperaktivnost hisobiga diqqat pasaygandan keyin o'z-o'zidan o'zlashtirish pasayadi. Bunaqa bolalarni biz oldin xalq tilida ikkichi bolalar deydi. Ikkichi bolalar o'zi tug'ilmaydi o'zi. Mana shu ikkichiligiga sabab bo'ladigan asosiy sabab mana shu giperaktiv va diqqatni pastligi. Buni albatta rivojlantirish, davolash kerak. Bu holatni rivojlantirmasdan, jadal oldirmasdan keyinchalik misol uchun bu narsa asabiylashish holatlarini betoqat bo'lib qolishiga olib keladi keyinchalik. Demak, nevrologga borish kerak. Nevrologga albatta borish kerak. Tushunarli.
Va tonus ham xuddi shu narsami, Dilafruz opa? Mana Yo'q, tonus kichkina bu- bolalarda tonus kuchli deyishadi-ku, ana u qotib qoladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda o'zi 4 oydan 7 oygacha fiziologik holatda gipertonus norma hisoblanadi. Norma hisoblanadi. Norma hisoblanadi. Ya'ni bular nimaga? Ona qornida embrional holat bor, bilasiz. Hech qachon oyoq qo'li yoyilib yotmaydi bolani. O'sha embrional holat faqat 4 oygacha, ba'zi bolalarda 7 oygacha saqlanib qoladi. Lekin o'sha davrdan keyin ham agar tonus oshadigan bo'lsa, bu ma'lum bir kasalliklarga уже tahlil qilinishi kerak. Ya'ni bu DTP sindromi bo'lishi mumkin, DTP kasalligi yoki bo'lsam aynan mushak tonusini oshib ketish, gipertonus holatlari yoki bir oyoq bir qo'lida gipertonus oshishi, bu ko'p, juda ham ko'p buni sabablari. Aynan ma'lum bir nimalarga sarlavhalar bilan buni ta'riflab chiqish kerak har bitta kasallikni. Tushunarli. Agar sizda ham savollar bo'lsa, yo'llab qo'yishingiz mumkin. Birozdan so'ng esa, hurmatli do'stlar, biz bugungi kunda juda bir keng tarqalayotgan, tobora insonlar orasida tez-tez tilga olinayotgan Alsgeymer kasalligi haqida ham to'xtalib o'tamiz. Hit FM, Doktor FM loyihasidan uzoqlashmang. Shohrux Umon guruhi solisti Shohrux va Madlen ijrosidagi qo'shiq Jarang sochda 11:32 Hit FM radiosi. Dilafruz opa, hozirgi kunda juda bir dolzarb mavzu. Bu borada tinglovchilarimiz ham ko'p narsa eshitishgan, lekin chalkash tushunchalar mavjud. Ya'ni Alsgeymer kasalligi nima? Oddiy unutuvchanlik bilan uni qanaqa ajratish mumkin? Yaxshi savol bo'ldi, Umarjon. Alsgeymer kasalligi o'zi asosan 65 yoshdan keyin yuzaga keladigan, ya'ni qariyalarda xotirani pasayishi bilan yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Lekin afsuski, hozirgi kunda bu holat juda ham yosharib ketdi bu kasallik. Ya'ni 45 yosh, 50 yosh ham hattoki kelib murojaat qiladi. Ya'ni bu kasallikda qanaqa holat yuzaga keladi? Ko'proq o'sha xotirani pasayishi, kundalik ehtiyojlarini qilish kerak bo'lgan ishlarni to'g'ri bajara olmaslik, maqsadlarini to'g'ri taqsimlay olmasligi. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun, bugun bittasi keldi, shunaqa patsient xo'jayinlari edi, yoshlari 50 da, hali 60 ga ham bormaganlar. Mana hozir yuvinib chiqadilar, misol uchun. Cho'milib chiqadilar, misol. Yana 15 minutdan keyin men cho'milib chiqishim kerak deydi. Hattoki o'sha narsani qilgan ishini bilmaydi. Eng ko'p aziyat chekadigan, masalan, Alsgeymer kasalligining ayanchli holatlari bu o'sha hojatlarini to'g'ri chiqarmasligi. Hattoki uni ham unutib qo'yadi. To'g'ri yo'naltirgan joyiga bormasligi va o'sha xonadon egalarini, uylari, o'sha qarindoshlarida juda ham bir yomon iz qoldiradigan narsa mana shu holat qiynaydi. Juda ham ko'p. Mana shu eng og'ir holatlarda, stadiyalarda mana shu narsa kelib chiqadi. Endi Alsgeymer kasalligini, uzr gapingizni oldim. Alsgeymer kasalligini asosiy sababi qanaqa desam ekan, ko'proq miyada qon aylanishini buzilishi hisobiga kelib chiqadi. Yoki hozirgi kunda jadal olib ketayotganini hisobi, bu masalan yosharib ketganini hisobi, bu ko'proq Coviddan keyingi asorat sifatida rivojlanyapti. Ya'ni nima bu? Alsgeymerda miyani qo'pol qilib aytganda yemirilib ketishi. Bu ham Covidda asorat sifatida. Oldin misol uchun qabulimizga yilda bir marta yoki ikkita kasal keladigan bo'lsa, hozir oyiga 3 ta 4 ta keladi. Eng alamli va eng achinarlisi juda ham yosh bo'lib ketdi. Va bunaqa Alsgeymer kasalligida aynan xotirani pasayishdan tashqari, keyin уже avj olib borish davrlari bosqichiga qarab ko'proq bemorlarimizda vahimalarning paydo bo'lishi. Hattoki suiqasd hosil, kimgadir nisbatan suiqasd kelib chiqishi holatlari yoki atrofdagi odamlarga nisbatan nima deydi? Agressiv holatlarini rivojlanib ketishi juda ham ko'p kuzatilyapti. Ushbu holatni bartaraf qilish maqsadida Alsgeymer kasalligi o'zi yosh o'tgan sari keyin kelib chiqadigan narsa. Lekin men bitta narsani maslahat bergan bo'lardim. Ko'proq informatsiya bilan bog'lanish kerak insonlar. Ko'proq o'qish kerak, izlanish kerak. Masalan, bizada pensiya yoshidagi onalarimiz, otalarimiz pensiyadan keyin уже hech narsaga qiziqishmaydi. Ishlab yurgan davrda miya aqliy faoliyat ishdan to'xtamasa, bu narsa kechroq nastupayt qiladi, ya'ni kelib chiqadi. Bunaqa holatlarda biz ko'proq maslahat berardik, mana shu pensiya yoshidagilarga ham ko'proq izlaning yoki internetlarda ma'lumot o'qing yoki har doim nimadandir xabardor bo'ling. Dunyodan uzilish kerak emas. Ma'lumot qidirishdan. Qanaqa ilk belgilarga e'tibor berish kerak bu kasallikni? Qachon shifokorga murojaat qilish lozim?
Mana oddiy xotirani pasayishi bilan buni farqini yana aytib o'tmoqchiman. Alsgeymer kasalligida bundan bitta farqi oddiy xotirada pasayishda ko'proq bemorlarimizga savol berganingizda nimani hisobiga bu bo'lyapti deganda, masalan, kam uxlayman, ishim juda ham ko'p, ikkita uchta joyda ishlaydi, muammolari ko'p, o'ziga yarasha, miyada qancha fikr ko'p bo'lsa, xuddi miya kerak emas narsani o'chirib tashlaganda esdan chiqishi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi o'zi. Misol uchun 10 yil oldin ko'rgan sinfdoshingizni bir 15 yildan keyin ko'rsangiz, esingizdan chiqarib yuborish bu normal holat ismini. Keyin o'sha masalan har kuni takrorlaydigan insonlaringiz, masalan, atrofingizdagi birga ishlaydigan odamlaringizni esingizdan chiqarib qo'ymaysiz-ku, misol uchun. Mana shu holat bilan ko'proq farqlanadi bu narsa. Endi Alsgeymer kasalligini ko'proq asosiy sabablari faqat mana shu miyada qon aylanishining buzilishi hisobiga. Lekin buni hech qanaqa hozirgi kunda bir aniq absolyut davosi yo'q. Faqat bu simptomlarni kamaytirib turuvchi dorilar, jarayonni sekinlashtirib turuvchi davo muolajalari mavjud. Tushunarli. Bu kasallik nasl suradimi? Nasl suradi deb aytolmaymiz-u, agar naslda bo'lsa predispositionist, ya'ni moyillik bo'lishi mumkin. 100% nasl suradi degan narsa yo'q. Chunki misol uchun sizni misol aqliy faoliyatingiz yaxshiroq rivojlangan bo'lsa, masalan, ota-onangizga nisbatan yoki siz faqat aqliy mehnat bilan shug'ullansangiz, sizda bu narsa kechroq bo'lishi mumkin yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Shunaqa odamlar bor, 80-90 yoshda ham siz bilan bizdan yaxshiroq fikrlaydi, xotirasi ham joyida. Demak, genetik kasalliklar ro'yxatiga qo'shish bu kasallikni xato. Yo'q, hozircha yo'q. Tushunarli. Savollar bor bu yerda. Assalomu alaykum. Qizim 10 yoshda, yoshligida tushida yig'lab chiqadi yoki baqiradi deb xabar qoldirgan ekanlar. 25-97 raqam egasi. Bu nimadan sabab bo'lishi? Yoshligida ko'proq, yoshligidami, hozirmi aynan? Yoshligidan ekan, yoshligidan. Hozirgacha bo'lyapti. Bu yerda albatta nevropatolog ko'rigiga borishlari kerak. Bularda imенно bosh miyada neyrofiziolog tomonidan aytiladigan bo'lsa, EEG tekshiruvida o'tkir to'lqinlar mavjudligi hisobiga miyada qon aylanishi yaxshi emas bu bolalarda. Asosan o'sha nevropatologga muhtojligi bor bu bolalarni. Misol uchun bolalar bor, o'rnidan turib yurib ketadigan bolalar bor uyqusida. O'zi bilmaydi, lunatiklar deymiz misol uchun. Bularni davolash mumkin agar vaqtida murojaat qilishsa nevropatologga. Keyingi savolga e'tibor qaratamiz. Anvar Abdullayevdan yetib kelgan. Assalomu alaykum. Kechki navbatchilikda ishlash nevrologik kasallikka sabab bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Xuddi boya aytib o'tganimdek, ya'ni o'sha melatonin gormonini normada ishlab chiqarilmaydi bularda. Bularda uyqu sikli buziladi. Kechqurun ishlab, ertalab misol uchun soat 12 dan kechqurun soat 10 gacha uxlasa ham, kerakli bo'lgan soat 10 dan 3 gacha bo'lgan davrdagi uyquni normasini ola olmaydi baribir. Chunki melatonin gormoni aynan shu soatda sintezlanadi. Ba'zi bir bemorlarimiz bor, juda ham badlarga qiziqib ketishgan, melatonin gormonini tashqi tomondan sun'iy ravishda iste'mol qilsam, melatonin normaga tushadi yoki uyqum normaga tushadi deb o'ylaydi. Afsuski, melatoninni tashqi tomondan iste'mol qilish hech qanaqa foyda bermaydi. Qo'pol qilib aytganda, pulini prosta ko'chaga sovurish desak ham bo'ladi. Melatonin normada sintezlangani yaxshi, o'z tabiiy yo'l bilan. Tushunarli. 2355 raqami yozib qo'yildiribdilar. Umarbek, zo'r mavzu. Dilafruz opani ish joylari qayerda murojaat qilsak bo'ladimi? Bizning farzandimiz ham giperaktiv deb yozgan ekanlar. Bu yerda reklamadan so'ng aytamiz o'rtoqlar. Hit FM radiosi va biz jonli efirni davom ettiramiz. Hitlanch Doktor FM loyihasi. Bu yerda tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlar, savollar juda ham ko'p va imkon darajasida ulgurgunimizga qadar mutaxassisimizdan javob olishga harakat qilamiz va bir narsani aytib o'tsak bo'ladi. Eng yaxshi 3 ta savol egasiga, bo'ladimi Dilafruz? 3 ta savol egasiga bepul konsultatsiya taqdim qilinadi. Shuning uchun eng yaxshi 3 ta savol egasini efir so'ngida o'zimiz aniqlashtirib olamiz va mutaxassisimizga raqamlarini beramiz. O'zingizni shaxsiy telegramingizga yozib yuboramiz kerakli ma'lumotlarni. Xullas, mana shunaqa. Demak, savollar bor bu yerda. Assalomu alaykum. O'g'lim 12 yosh, duduqlanadi. Davolashni kechiktirmadikmi? Davolash uchun kechmasmi hali deb yozib qoldirgan ekanlar. 33-30 raqam egasi. Endi 12 yoshgacha ota-onasi menimcha nevropatologlarda lecheniya olgan bo'lsalar kerak. Endi bu duduqlanish ham logonevroz deyiladi. Aynan qaysi yoshda boshlandi?
ba'zi bir bolalarda tili chiqish davrida boshlanadi. Ya'ni o'sha o'zlogonevrozni asosiy kelib chiqish sabablari gapirishda, nutqda ishtirok etadigan mushaklarni nomutanosib ishlashi, ya'ni tonus oshib ketadi, qaysidir joyda bo'shashi kerak bo'lgan joyda oshib ketadi, tonusni pasaytirish kerak bo'lgan joyda noto'g'ri ishlash hisobiga kelib chiqadi. Bu ko'proq logonevrozni asosiy hozirgi kunda jadal rivojlanib ketayotgan holatlari psixologik travmalar, ya'ni o'sha ota-ona tomonidan qo'rqitishlar yoshlik davridan, bolani o'ziga bo'ysundirish yoki bo'lmasam nyanikalarga berib ketganda qanaqadir qo'rquv ostida, bosim ostida rivojlanib ketishi. Mana masalan, hattoki nafaqat bu yerda logonevroz, bu qattiq psixik travmalarda ba'zi bir bolalarimizga kecha kelishdi, misol uchun sahrli diabetlar kelib chiqqan. Qattiq qo'rqitish natijasida. Juda ham yosh bolalarimizda sahr rivojlanib ketgan, bu psixologik travma asosida rivojlanyapti. Hech qanaqa avlodda yoki adasida yo oyisida hech qanaqa sahrning kasali, misol uchun qand kasali yo'q. Mana shu psixologik travmalar ko'proq qo'rqitish, qorong'ilikda yoki bo'lmasam kimnidir tazyiqi, bosim ostida o'qituvchilar ham sabab bo'lib qolyapti aksariyat holatlarda. Uspenskiyda qaysidir muzikalniy shkoladan bilmayman, o'qiyman dedi bitta qizni onasi birga kelgan. Kecha hattoki o'shanaqa holatlar kelib chiqqan, sahrni oshib ketishi. Demak, asosan bunaqa kasalliklar qo'rquvdan kelib chiqadi. Qo'rquvdan kelib chiqadi. Tashqi omil sabab. Genetik yo'q, genetik tomon emas. Yo'q, yo'q. Demak, hali ham kech emas, hurmatli tinglovchimiz, hali ham kech emas, olib boring mutaxassis huzuriga va tezda davolaning. Chunki farzandingizni kelajagi uchun ham bu juda ham muhim. Keyingi savolga o'tamiz. 0076 dan kelgan. Assalomu alaykum. Betoqat oyoqlar sindromi haqida ma'lumot bersangiz. Betoqat oyoqlar sindromi ko'pincha bu asabni joyida emasligi hisobiga kelib chiqadi. Asabiylikdan kelib chiqadi. Sindrom bespokойных ног deyiladi. Buni maxsus preparatlari bor. Agar o'sha mutaxassisga murojaat qilishsa, yoshiga qarab va tana vazniga qarab dorilar taqsimlanib beriladi. Bu holat ko'pincha o'sha asabini to'g'ri jilovlay olmaydigan odamlarda ko'proq rivojlanadi. Nafaqat kechqurun asosan ko'payadi va bularga tavsiya bergan bo'lardim, albatta magniy va kalsiy preparatlarini albatta iste'mol qilgan yaxshiroq. Bu ko'proq kechqurun paydo bo'ladigan narsa. Bu yosh tanlaydimi? Yosh tanlamaydi, ko'proq o'spirin yoshdan keyin ko'proq rivojlanadi bu holat. Chunki men do'stlarimni ham ko'rardim, maktab paytida juda kichkina bo'lganmiz, sinfdoshlarim oyog'ini qimillatib o'tiraverardi. U meni asabimga tegardi bu holat. Nimaga oyog'ini qimillatib o'tiribdi? Tinch o'tirsa bo'lmaydimi degan narsalar xayolimga kelardi. Shuning uchun yosh tanlaydimi yoki tanlamaydimi deb so'rayapman. Keyingi savolni ochamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Efir zo'r, meni yoshim 38 da. Men juda asabiylashib ketaman. Har narsadan asabiylashaveraman. Boshida glitsen tabletka ichib ko'rdim. Tez yig'layman. Hatto telefonda nimadir ko'rib qolsam, ta'sirli narsa ko'rsam ham yig'layveraman. Nima qilsam bo'ladi yoki qanaqadir dori ichsam bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Bu holatni ko'proq biz kasallik deb hisoblamaymiz. Ya'ni nevrologiyada sindrom o'sha vegetativniy disfunksiya degan, ya'ni qon tomir distaniyasi kasalligi bor. Bu kasallik hisoblanmaydi, bu holat. Ya'ni vegetativ qon tomirni ba'zi bir bemorlarimiz noto'g'ri rivojlanishi, ya'ni emotsional labil odamlar deymiz. Xursandchilik bo'lsa ham yig'lavoradi bunaqa odamlar, xafagarchilikda ham yig'laydi yoki arzimagan narsaga ham ko'ngli bo'shab ketadi. Lekin bu holatni albatta lecheniya qilib, хотя бы o'sha nerv sistemasini sal turg'unlashtirmasa, o'zlariga qiyin bo'ladi hayot yashash. Nevrolog murojaatiga, konsultatsiyasiga murojaat qilishsin, albatta bafurja lecheniya yozib beriladi. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Meni savolim miasteniya kasalligi haqida ma'lumot bersangiz va alomatlari haqida ma'lumot bersangiz. Javob uchun oldindan rahmat. 8494 raqam egasidan kelgan xabar. Juda ham yaxshi savol. Mana shu savolni asosiy savol hisobida belgilab qo'ysangiz bo'ladi, Marjon. Miasteniya kasalligi o'zi asosan mushak kasalligi hisoblanadi. Genetik kasal hisoblanib, avlodida kimdadir o'tgan bo'lsa yoki bo'lmasam homiladorlik davrida qanaqadir xromosomada o'zgarishlar bilan paydo bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Aynan homiladorlik davrida qaysidir xromosomani qaysidir qismi tushib qolish hisobiga yuzaga keladigan narsa. Lekin miasteniya kasalligi bu juda ham yaxshi kasallik hisoblanmaydi. Ya'ni qaysi ma'noda lecheniyasi, davosi
qilingani bilan oxirigacha buni bartaraf qilib bo'lmaydi. Doimiy lecheniyada bo'lishi kerak. Bu narsa nima bo'ladi? Mushak bo'shashib ketishi, tez yursa charchab qolish, o'tirib turgan holatlarda o'tirgandan keyin tura olmaslik holatlari yoki bo'lmasam oyoqni ozib ketishi, ya'ni o'sha ikrasimon mushaklarni, oyoqni distal qismidagi mushaklarni ozib ketishi. Miasteniyaning juda ham turlari ko'p, turlariga qarab rivojlanib boradi. Ko'pincha o'g'il bolalarda uchraydigan turlari bor, 11-12 yoshdan keyin jadal rivojlanadigan yoki bo'lmasam miasteniyaning o'sha qizlarda ko'proq uchraydigan turlari bor. Uning turlari juda ham ko'p. Albatta mutaxassisda muntazam ravishda doimiy uchetda turib lecheniya olishlari kerak bunday bemorlar. Tushunarli. Savollar juda ham ko'p. Hozir buni bitta musiqa paytidan foydalanib yana saralab olamiz va bitta qo'shiqdan so'ng yana efirga qaytamiz. Doktor FM loyihasi davom etadi. Yo'q, tinglovchilarimiz bemalol bizga xatlar yozib bering. Biz jonli efirda hammasini o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Shunchaki vaqt yetmay qoladi. 11:56 chunki poytaxtimizning soat millari. Bugungi mehmonimiz oliy toifali shifokor, 15 yillik tajribaga ega bo'lgan shifokor, bolalar va kattalar nevropatologi, neyrofiziologi Dilafruz Bakirova bo'lmoqdalar. Hozir ularga yana bir necha savol bor va qarangki, bugun siz bilan bo'lgan suhbatimiz ham astalik ila yakuniga yetayotgan ekan. Juda ham aytdim-ku, tez o'tib ketadi dedim-ku. Ikkita savol, uchta savol bor ekan. Men kechqurun uxlashdan oldin oyog'im qizib betoqat bo'ladi. Uxlay olmayapman. Javob uchun oldindan rahmat deya xabar qoldirgan ekanlar. Bu savol aslida sizning mutaxassisligingizga tegishlimi? Ushbu holat meni mutaxassisligimga qaysidir ma'noda tegishli asorat sifatida rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Aynan bir kasallikni, misol uchun sahrni diabetni oladigan bo'lsak, bunda oyoqda jimirlash, oyoq tagida taxtasimon bo'lib qolishlar yoki uvish, qizishlar, achishlar, hattoki nina sanchgandek holatlar bo'lishi mumkin. Polineyropatiya deyiladi bu holat. Bu holatni asorat sifatida nevropatologlar davolaydi, lekin asosiy kasallik sifatida endokrinologga murojaat qilishlari mumkin agar shikoyatlarida qandli diabetlari bo'lsa. Bo'lmasa, bundan tashqari sosudistli xirurgga borishlari mumkin, ya'ni oyoqlarda qon aylanishini yaxshilamasligi hisobiga, ya'ni venalardagi qon aylanish tizimini buzilishi hisobiga. Keyingisi Doniyor aka o'zidan o'zi yurak o'ynab ketadi uxlayotganda deb yozgan ekanlar. Aynan qanday holatda o'ynab ketishi mumkin? Misol uchun o'zimiz boya aytib o'tganimizdek, vohma kasallik bo'lsa, birdaniga nimadir vohma bilan uyg'onib ketish holatlarida bu yoqda albatta nevropatologga исключение uchun borishlari kerak. Agar haqiqatan anamnezlarda kardiologiyaga mos shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, kardiologga yo'naltiriladi. Tushunarli. Sizga kattakon rahmat Dilafruz opa. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ko'pchilik tinglovchilarimiz so'rashdi, qayerlarga murojaat qilsak bo'ladi? Kim qayerga borsak bo'ladi ularni qabullariga yozilish uchun deb yozishdi va ularga umumiy qilib Instagram profillarini taqdim qilsak bo'ladi. Instagramga kirasiz, Dilafruz pastki chiziqcha Bakirova so'zlarini, ismlarini kiritsangiz ekranlaringizda namoyon bo'ladi. Mana bu yerda pushti kostyumda tushgan rasmingiz bor ekan. Dilafruz pastki chiziqcha Bakirova deya Instagramga qidiruv satriga yozing, profillariga kiring, obuna bo'ling va bundan tashqari o'sha nima kerakli savollaringiz bo'lsa, o'zingizni qiynayotgan savollar bo'lsa, qabullarga yozmoqchi bo'lsangiz, o'zlariga shaxsiylariga o'tib yozsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Dilafruz opa, sizga yana bir bora tashrif uchun rahmat va tinglovchilarimizga xulosa o'rnida qisqa qanday maslahat bera olasiz? Maslahatim shuki, nevropatolog ko'rigiga faqatgina shikoyat bo'lganda emas, shunchaki ko'rikdan o'tish uchun haqiqatan nevrologik tomondan hech qanday muammolari yo'qmi, shuni bilish uchun murojaat qilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ham albatta tibbiy savodxonlikka kiradi. Hammaga rahmat o'rtoqlar, navbatdagi soatda uchrashamiz. Sizga ham rahmat. Rahmat. Rahmat.